Qadim o'tgan zamonda bir qishloqda Qosim Lofchi degan odam yashagan ekan. O'zi ham bir kun yolg'on gapirmasa, 10 kun kasal bo'lib qolar ekan. U ignaday gapni tuyaday qilib gapirib, odamlarni laqillatishni yaxshi ko'rar ekan. Dunyo bo'lib, bunaqa yolg'onchini ko'rmagan ekan. Ana qarang, yana yolg'on to'qiyapti. Sanam piste. Doimo bir balolarni boshlab yurasiz. Mana uni ichib oling. Nima bo'ldi o'zi sizga? Biror narsadan qo'rqdingizmi? Aytsam, ishonmaysan xotinjon. Boya, yo'lda bahaybat maxluqqa duch keldim. Bo'yi terakday, kallasi o'tovday, ko'zlari chiroqday yonadi. Maxluq birdan menga tashlanib qoldi. Ha, lekin men ham bo'sh kelmadim. Maxluqlarni birma-bir osmonga chirpirak qilib otaverdim. Lekin birini yengsam, boshqasi paydo bo'lib qoladi. Olishaverib charchadim. Oxiri boray deb uyga jo'nab qoldim. Ya? Eshagimiz-chi, u qayerda qoldi? Uni maxluqlar yeb qo'yishdi. Endi nima qilamiz? Kunimiz shu jonivorning orqasidan o'tib turuvdi. Iye. Iye. Nima u? Kim ekan? Eshagimiz. Uyingni topib kelibsan-da. Aytsam ishonmaysiz. Yaqinda antiqa tarvuz yetishtirdim. Bunaqasini siz 7 uxlab tushingizda ham ko'rmagansiz. Kattaligi naquyday keladi. Mazasi asaldan shirin. Ko'rganlarning og'zi lang ochilib qoldi. Tarvuzni so'yib, tilimlab, ulasha boshladim. Ulashaverdim. Ammo butun qishloq uni yeb ado qila olmadi. Ulkan tarvuzning bir pallasi zo'rg'a yeyildi. Qolgani ortib qoldi. Ortib qolgan tarvuzni nima qilding? Aravaga yuklab, uyga olib keldim. O'sha tarvuzdan biz ham tatib ko'rsak bo'lardi? Attang, ozgina kech qoldingiz-da. Uni boyagini ham qo'ydik. Xotin, aytsam ishonmaysan. Nima? Yana bahaybat maxluq bilan olishdingizmi, a? Yo'q. Kechqurun daladan qaytayotgandim. Atrof jimjit. Shu payt osmondan bir narsa jaranglab oldimga tushdi. Undoq qarasam, naq toshqozonday keladigan oltin tanga. Hoziroq borib, eshagimni aravaga qo'shib kelaman dedim-u. Uyga yugurdim. Xo'sh, olib keldingizmi o'sha oltin tangani? Sho'rim qursin. Aravani olib borgunimcha kimdir uni o'g'irlab ketibdi. Nima qilyapsiz, qo'shni? Ko'rmayapsanmi? Sholi parvar ishlayapman. Tunov kuni osmondan guruch yoqqanda men 1 yilga yetadigan guruch g'amlab olganman. Hech zamonda osmondan ham guruch yog'ar ekanmi? Aytsam ishonmaysiz. Qaysi kuni bozorga jo'xori olib chiqdim. Bozorda jo'xori tanqis ekan.
3 barobar qimmatga sotib, hamyonni qappaytirib qaytayotsam, birdan voy, bu yana nimasi bo'ldi? Ha? Voy! 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 Yo tavba! Guruchku! O'zi ham guruchmisan? Guruch ekan. Yesang naq og'zingda erib ketadi. O'sha guruchingdan menga ham ozgina bersang yaxshi bo'lardi. Jon deb berardim. Lekin sichqonlar guruchni bitta qoldirmay iniga tashib ketibdi-da. Mayli yosh qoling. Obbo Qosim lofchi. Qarab tur hali. Hoy, qo'zichoqni yashirib qo'y. Voy nega? Qo'shnilarni ko'zi tegishi mumkin. Yuri, Voy Qosimboy, qo'zichog'ing kechasi bilan ma'rab chiqdi-ya. Ma'rayotgan qo'zichoq emas, tuya-ku. Hech zamonda tuya ham ma'rarkanmi? Aytsam ishonmaysiz. Avvaliga o'zim ham uni qo'zichoq deb o'ylagandim. Ha, oldiga bir chimdim o't tashlaganimni bilaman. Shundan beri unga yemish tashib ulgura olmayapman. Hozir ham o't yulib kelish uchun dalaga ketyapman. Ana xolos. Qani, menga ham ko'rsatchi o'sha tuyaga aylanib qolgan qo'zichog'ingni. Hech ham iloji yo'q. Begona odamni ko'zi tushsa, jonivor yana avvalgidek kichrayib, bahaybat tuyadan kichkina qo'zichoqqa aylanib qoladi. Mayli, o'zing bilasan. Oq tuyangni so'ysang, meni ham ziyofatga chaqirgin. Ziyofatdan umid qilmang, uni so'yish niyatim yo'q. Qosim lofchining bahaybat oq tuyasi-ku bu. Adashib qopti-da, attang. Qo'shni, qani uyga kiramiz. Anchadan beri bunaqa mazali taom yemagandim. Bugun meni ham omadim chopib qoldi. Aytganim bilan baribir ishonmaysan. Aytavering, siz ham menga o'xshagan rostgo'y odamsiz. Daladan qaytayotsam, uyimizni oldida bitta oppoq qo'zichoq turibdi. Qo'shnilardan birma-bir so'rab chiqdim. Lekin qo'zichoqning egasi chiqmadi. Seni qo'zichog'ing allaqachon tuyaga aylanganidan xabarim bor. Shuning uchun uyingga kirib o'tirmadim. Xullas, qo'zichoqni menga Xudoni o'zi yubordi deb quvonib, uni shartta so'ydim. Bu taomlar o'sha qo'zichoqning go'shtidan pishirilgan. Tortinmasdan bemalol olaver. To'xta, Qosimjon. Qo'zichoqni go'shtidan yemaysanmi? Attang. Bundan keyin yolg'on gapirishni bas qil. Yolg'on hech qachon odamga foyda bermaydi. Kechiring meni, marhamatli afandi. Qilmishimdan pushaymonman.
qo'ychog'imiz topildi. Aytsam, ishonmaysan. Hey. Ana, yana boshladi.